Yaponiya ham endi o'z-o'zidan bu kunga kelib qolmagan. Shunaqa domla professor savol tashardi. Nima deb o'ylaysizlar deb fikrli degan savol tashardi. Biz o'zbeklar yoki Markaziy Osiyodan kelgan ko'pchilik darrov telefonni olib turib, partam tagiga yashirib turib, nima bo'lar ekan deb Google'dan qidirishni boshlardik. Ular nima qilardi? Chet elliklar o'tirib, nima bo'lar ekan deb fikrlashni boshlardi. Mana shu yerda farqimiz bor deganda. Yapon qiladigan narsa o'zgar emas. Qoidalar maktabda shakllangan. Bizda oilada bo'lsa, ular maktabda shakllangan. Endi oylik maosh deganda ham bulardan zo'r, dahshat biz o'ylagandek boy unaqa emas. Ular ham oyliklarni nima qilishadi? Mana biznesmen bo'lsam, lekin ular maktab ta'lim deganga fidoyi odam keladi-da. Oylik deydigan odam maktabga kelmaydi. Biz kelajak uchun farzand tarbiyalayapmiz, kelajak kadrlarni tarbiyalayapmiz. Nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Bugun dunyo qanaqa kadrlarga muhtoj? Ta'lim tizimi bilan uzviylashtirib, iqtisodiy model bilan uzviylashtirib, strategiya tuzib chiqish kerak-da. Bu narsa o'zbek qanaqa bo'lishi kerak, model. Nimalarni singdirish kerak, zamonaviy o'zbek qaysi qadriyatlarni olish kerak. Ko'zga ko'rinadigan yapon madaniyatini, ya'ni tozalik, siz kirasiz, oyog'ingizni yechib kirasiz. Ilmiy madaniyatini maktabda qo'ydi. Ya'ni bu yerda yapon madaniyatini, kundalik yapon qiladigan narsalar bor. Assalomu alaykum, ishonch o'z kuzatuvchilari. Bizning bugungi suhbatdoshimiz yurtimizning iqtidorli yoshlaridan biri Bekzod Zokirov bo'ladilar. Xush kelibsiz, Bekzod. Rahmat taklif uchun. Tomoshabinlarimizga suhbatimiz avvalida ozgina siz haqingizda ma'lumot berib o'tsam, biz Ishonch.uz saytida Zokirovlar oilasi haqida maqola e'lon qilgan edik. Mana shu maqolani tayyorlash jarayonida Zokirovlar oilasining kenja vakili Bekzod Zokirov bilan alohida bir suhbat uyushtirishimiz kerak degan xulosaga kelgandik, chunki Bekzod 9 yil davomida Yaponiyada bakalavr, magistratura va doktoranturada tahsil olib, ilmiy ishni muvaffaqiyatli himoya qilib kelgan Yaponiya kompaniyasida faoliyat yuritgan. Bekzodning o'ziga xos dadil fikrlarini yurtdoshlarimiz yaqindan bilsa degan bir maqsad bor ko'nglimizda. Shu bilan birgalikda ilmga chanqoq yoshlarimiz uchun Bekzodning mulohazalari, o'sha dunyo tajribasi asosidagi fikrlari juda ham asqotadi degan umiddamiz. Bekzod, keling suhbatimiz avvalida sizni o'sha 9 yil Yaponiyada kechgan ilmiy faoliyatingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz. Xo'p, avvalambor rahmat taklif uchun va maqola uchun ham. Albatta bizni o'sha Xorazmdagilar va umuman tanishlar juda ko'p kuzatib o'qishdi maqolani va xursand bo'lishdi. Ko'p jurnalistlar ham siz haqingizda so'rab qolishdi bizdan keyin. Undan keyin ba'zi bir balki siz orqalimi televideniyaga taklif qilishdi ba'zi bir masalalar, nimalar bo'yicha. Shunga rahmat hammasi uchun. Endi avvalambor o'sha Yaponiyaga borish tariximiz, o'qiganimiz haqida ozgina gapiradigan bo'lsam, O'zbekistonda o'sha Milliy universitetda bakalavr bosqichini tugatganman. Lekin biz paytimizda bilasiz 2006-7-yilda paytda abituriyent bo'lish juda ham og'ir payti bo'lgan. Nega? Chunki kirish imtihonlari og'ir, ballar yuqori, aniq bo'lmagan, ayniqsa o'qiydiganlar uchun. Endi bu nima deganimni ko'pchilik tushunadi, o'qib kiradiganlar uchun og'ir bo'lgan. Shu ma'noda 1-2 yil o'qib qattiq sohani o'zgartirib, o'sha yuridik sohadan, huquqshunoslik sohasidan matematikani tanlab o'qib 1 yil qattiq harakat qilganman va universitetga kirganman. Universitetda 4 yil davomida o'sha o'qish davomida anglab yetganmanki, universitet O'zbekistondagi universitet men o'qigan soha unchalik nima deydi, o'zimni qoniqtirmagan. Va shuning uchun qaytadan baribir o'sha miyamda shunaqa fikr bo'lganki, yuridik sohani qaytadan o'qishim kerak va chet elga ketishim kerak. Va 4 yil o'qiganman, bu yerda bitirganman va o'sha 4 yil 2 yil davomida ingliz tilini yaxshilab o'rganib, chet elga ketish, Yaponiyaga ketish niyati paydo bo'lgan. Nega desa, o'sha paytda rosa akam o'sha Sherzod Zokirov aynan yuridik universitetda o'qib, yapon tilini o'rganib, huquq sohasini o'rganib, yapon huquqini o'rganib, Yaponiyaga ketgan payti edi. Qiziqish paydo bo'lgan, rasmlarni jo'natgan. Shunaqa rivojlangan davlatlar bor ekan. Zo'r bo'lgan. Bo'ldi, men ham harakat qilaman, ingliz tilida o'qib, o'sha bakalavr darajasini bu yerda tugatib, 1 yil ishlab turib, qaytadan topshirib o'tganman universitetga, Nagoya universitetiga. Borganman, u yerda 4 yil davomida bakalavrni o'qiganman, 2012-yildan 16-yilgacha. Va o'qiganda ikkinchi marta bakalavr o'qiyotganim uchun yoshim o'tgan bo'lgan. Ya'ni men 4 yil, 5 yil 1 yil ishlaganman, 4 yil o'qiganman, 5 yil orqada bo'lgan. Men bilan o'qigan tengdoshlarim qanaqa bo'lgan? Mendan 4 yil orqadagi bolalar, 4 yil yosh bo'lgan bolalar. Va juda ko'pchilik orasida shunaqa bola kelibdi, shunaqa bola kelibdi, O'zbekistondan ekan va bakalavr o'qib turib, yana qaytadan bakalavr o'qiyotgan ekan degan borsam, shunaqa gap tarqagan bolalarning orasida. Biz programma shunaqa edi, xalqaro programma bo'lgan va butun dunyodan o'sha 5-10 yil davomida Yaponiya hukumati shunaqa
maqsad qo'yganki 300 mingta talaba jalb qilamizda, xalqaro yapon ta'limini xalqarolashtiramiz. O'sha davomida men ikkinchi avlodi bo'lganman. Birinchi avlod 2011-yilda boshlangan. Azgina-azginadan 10 ta universitet tanlab olingan. Nagoy universiteti ham ozgina talaba olgan va aynan men yuridik soha, huquq fakultetiga topshirganman. 7 ta bola, 6 ta, 7 ta bola o'tgan bizni 2012-yili. 2 ta o'zbek bo'lganmiz. Qolganlari har xil dunyoni har xil nimasidan burchakdan kelgan va ingliz tilida o'qiganmiz 4 yil davomida. Ingliz tilida o'qiganmiz. Men yoshim katta va o'sha butun qolgan bu yerda adashmasam 5-6 ta maktab, ya'niki o'sha fakultet bo'lgan. O'sha injiniring, muhandislik bor, uning ichida ximiya, biologiya bor, fizika bor. Bizniki yuridik soha bo'lgan. Huquq, iqtisod birgalashib, huquq, iqtisod birgalashib o'qiganmiz 14 ta bola. U yerga borganman, bitta misol sifatida aytib o'taman. Endi ingliz tilini bu yerda zo'r o'rganib ishlaganman ham o'sha nimada, o'quv markazida. U paytda IELTS, TOEFL degan narsalar endi hozir boshlanayotgan paytlar edi 2007-2008-yillarda. O'qib, nima qilib yursam, zo'r bo'lganmiz. Bu yerda sani yaxshi ekan, ingliz tiling zo'r deb ishga ham olishgan, bu yerda o'qib ishlaganmiz. Keyin borsam Yaponiyaga xalqaro talabalar o'tiribdi. Ular xalqaro maktablardan, qimmat-qimmat maktablarda o'qib, boylarning bolalari kelgan. 50 tacha bola sinfda o'tiribdi. Professor u yoqdan leksiya o'qib turibdi. Keyin bitta narsani professor aytibdi. Mana bu kitob bor, mana bu edi, mana bu avtori desa, hamma o'sha kitobdan nima bo'lsa, mana bu nimani bilasizlar, mana bu epizodni, mana bunaqa bo'lgan desa, ha deb hammasi kulib, bolalar hayron, bitta qo'shilib ketyapti. Bilyapti hamma narsa. Professor Amerikadan, bular har xil dunyoning har xil joydan kelgan. Keyin hayron qolyapman, kulyapti, men kulmayapman, tushunmayapman. Nima haqida gap ketyapti, qanaqa orqada o'tirganman. Yana bir men kino bor, men bu direktor, men bu o'ynagan desa, ha deb kulib, ular ham hayron qolganman, nima bo'lyapti? Men o'zim kuchli deb o'ylaganman ingliz tilidan. Qarasam, u yerda tushunmayapman ba'zi narsalarga. Shunaqa boshlaganmiz o'qishdan. Men buni mencha ko'rayotganlarga ko'rsa, chet elda borganlar va boradiganlar aynan shunaqa vaziyatga tushishadi. Aniq tushadi. Chunki ular global dunyo degan narsa mana shu narsa bo'lgan. Biz O'zbekistonda yurib turib, o'zimizcha kitoblar o'qib, va ingliz tilini bildik. Ozgina kino ko'rganday bo'lib, bu narsa ko'rganday bo'lib, va ingliz tilini tushunamiz degan narsa bo'lgan, lekin haqiqiy o'sha muhitga tushib qolganimizda nima bo'lgan? U boshqa dunyo u yerda. Chunki u ingliz tili degan faqat kitobdan o'qib, "Men shunaqa ekan, qalaysan, yaxshimisan, bunaqa o'qidim" degan narsa bilan emas-da, butun jamiyat, butun dunyoqarash nechiga tushishingiz kerak bo'ladi-da. Biz u narsa dunyoda O'zbekiston ichida ko'pikning ichida yashaganmiz, kichkina ko'pik, o'sha bubble deyshadi-da bu narsa. O'sha ko'pik, ingliz tili ko'pikda yashaganmiz, lekin atrofimiz jamiyat O'zbekiston bo'lgan. Chunki u yerda bo'lgan biz jamiyatga tushganimiz uchun har xil narsa bo'lgan, interaksiya bo'lgan, muloqot bo'lgan, shunga hayron bo'lganmiz-da. Biz talabalarimizni ham global bir kadr qilib tayyorlamasligimiz o'sha yerda ko'ringan. Xuddi shunaqa ko'rinadi. Bu nafaqat mana bunaqa o'sha sinfxonaning ichida, darsda, balki dunyoqarashdan xuddi shunaqa bo'ladi. Ikkita dunyoqarash umuman. Oddiy bitta misol aytib o'taman, endi gap kelgan paytda bugun darsda ham o'zbek bolalarga shu narsani dars etdim. Bitta savol berdim, shunaqa seminarda, shunaqa nima deb o'ylaysizlar desam, ko'pchilik telefonni ochib turib, nima bo'lar ekan deb darrov qidirishni boshladi. Men keyin to'xtatdim-da, bolalar dedim. Men Yaponiyada 10 yil o'qiganman. Bilasizlarmi nima o'rganganman? Birinchi yil bakalavr borganimda. Nima dedi? Shunaqa davomli professor savol tashardi. Nima deb o'ylaysizlar deb fikrlaydigan savol tashardi. Biz o'zbeklar yoki Markaz Osiyodan kelgan ko'pchilik darrov telefonni olib turib, partdan tagiga yashirib turib, nima bo'lar ekan deb Googledan qidirishni boshlardik. Ular nima qilardi? Chet elliklar o'tirib, nima bo'lar ekan deb fikrlashni boshlardi. Mana shu yerda farqimiz bor deganman-da. Ya'ni bizning ta'lim tizimimiz qanaqa bo'ladi? Fikrlashga emas, yodlashga asoslanganligi uchun fikrlamaymiz, darrov internetga murojaat qilamiz. U yerda bolalar to'xta nima ekan deb original fikrlash harakat qiladi. Xuddi shu narsa muhitni ko'rib turib, 4 yil davomida bu muhitda yashab, bolalar bilan xalqaro talabalar bilan birga o'qib, sayohat qilib, har xil dunyoqarashim juda o'zgarib ketgan. Qaysi ma'noda? Dunyoga qarash prizma deydi-ku. O'sha prizmangiz juda ham o'zgarib ketadi. O'zgarib ketgan, juda ham dunyoni boshqachadan kashf qilganman, fanni, ilmni, universitet hayotini, talabalik hayotini hammasini qaytadan kashf qilish bo'lgan menga 4 yillik davr. Keyin yana bir gapingiz bo'lim, uzr. O'sha bakalavrni bitirganda diplom ish himoya qilgansiz va u diplom ishi eng kursdoshlaringiz ichida eng yaxshi ish deb topilgan va magistraturada imtiyozli grant asosida o'qish imkoniyatini qo'lga kiritgan ekansiz. Shu yaxshi eslatdingiz, esimda yo'q edi. Ya'ni bu narsa nima bo'lgan? Ya'ni o'sha tasavvur qilingki, birinchi yilda tushunmagan, orqada o'tirgan, nima bo'layotgan narsani bilmagan bola 3-kursga kelib, o'sha Amerikan, Singapurlar xalqaro maktabda o'qiganlar mendan kelib so'raydigan bo'lgan. Endi intilish bo'lgan, qiziqish bo'lgan ko'proqda. Qiziqish menimcha. Qiziqqandan intilasiz. Haqiqatan nimaga bunaqa, qanaqa ekan? Dunyoda boyagi tilla topib olgan odam
boyagi nima boyagi qaroqchilar katta tillarni anaqasiga xonasiga tushib qolsa Alibaba qaroqchiga o'xshagan hamma narsaga tegib ko'rib nima ekan bu tillarni ko'rib anaqa qiladi. Bizga ham ilm xuddi shu narsaga o'xshaganda, haqiqatdan qiziqib yozgan narsam juda anaqa bo'lgan. Haqiqatdan birinchi o'ringa nima deb topilgan fakultet ichida. O'sha menga mukofot berishgan. Bundan keyin magistrlikka qabul qilinganman. Undan keyin ilm sohasiga kirib, ilm shunaqa narsa bo'lar ekan. Endi magistrda uni bitta daraja yuqorisini o'rganish kerak ekan. Original o'sha ilmiy tadqiqot qilish kerak ekan deb magistr ham 2 yilda o'sha stipendiyalar olganman, oylik sifatida to'lashgan. Undan tashqari yana $5000 berishgan. Mana anaqaga xohlagan dunyoni tadqiqot qil, xohlagan joyingga bor. Biz hech narsa demaymiz. Mana pul nima qilsang o'zing bilasan, ilmiy tadqiqotingga manfaatli joyga bor. Doktoranturani aytyapsiz. Yo'q, hozir magistrda hali bu. Magistrda men uning uchun pul olib turib Shvetsariyaga borgan. Angliyada 1 oy, Shvetsariyada 2 hafta yashab, u yoqlarni ko'rib, Yevropalarni aylanib, Italiyaga borib, har xil joylarni professorlar bilan tanishib. Bu narsa menga ilmiy o'sha asos va dunyoni ko'rish va dunyodagi boshqa joylardagi muhitlarda qanaqa bo'ladi, ham boshqa tarafdan o'rganish bo'lgan. Bakalavrim asos qurildi, u magistrga asos bo'ldi, keyin o'sha doktoranturaga topshirib turib, men shunaqa ishlar qilganman deganda, ular ham ko'rib hayron qolib, bo'ldi. Keldi Tokio universiteti, endi Yaponiyani miqyosida agar olsangiz, Tokio desangiz, juda, ya'ni shu darajada qilishadiki, ishonmay 2-3 marta so'raydi. Rostdanmi? Rostdanmi? Men eshitganman, yaponlarni o'zi o'sha Tokio universitetiga kirish uchun bolalarni 1-sinfdan taklif. Shunaqa juda orzu. Sizni u yerga doktoranturaga taklif qabul qilishdi, borishdi. Chunki aytganimdek, o'sha magistr bakalavrdagi qurgan narsalarim o'sha profil deyshadi-ku endi. Profil deydi-da, o'sha CVs, profil, shu paytgacha qilgan hamma narsalar yig'ilib kelib, ular ham ko'radi. Ha, bu harakat qilgan ekan degan narsani yolg'on bilan u yoqda aytish mumkin emas. Ko'rsatgandan keyin, ha, bo'ldi, shunaqa degandan keyin ular demakki bu bolada qobiliyat bor, ishtiyog'i bor, epla oladi degan xulosani bergan u narsa. Ham o'sha mana proposal deyshadi, o'sha ilmiy tadqiqot nima bergan o'sha nima deydi, taklifim ularga ma'qul tushgan, ilmiy tarafdan ham bo'ldi deb, keyin u yoqqa o'tganman va u yerda ham stipendiya berishgan keyin. Umumiy ma'noda Yaponiyada 9 yil shu umumiy formal jihatdan 9-10 yil o'qigan bo'lsam, shuni 9 yilni, 10 yilni faqat grant bilan stipendiya olib, nimalar olib, o'sha boshqa grantlar olib turib o'qiganman. Xorijda, ota-onangizdan uzoqda, o'zingiz o'qib, o'rganib, ilmda natijasini ko'rish juda ham odamga boshqacha xursandchilik bag'ishlasa kerak. Hozir endi ko'pchilikda chet elda yurgan, o'zimiz ham ko'rganmiz, borgan paytda boyagi jilovlanmagan ot deydimi, shunaqaday bo'lib qoladi-da, pul topishni ko'rib, boshqa qilib, pul qilsa bo'lar ekan, anaqa qilsa bo'lar ekan deb odatda u yoqqa urib ketishadi o'zini, ishga urib, o'qish oqsab qoladi. Juda ko'p ko'rganman. Bizda nima bo'lgan, ochiqchasiga, mana bir maqtanish emas, boshqa emas, ochiqchasiga aytaman, nima bo'lardi? Stipendiya ham olardim. Undan tashqari haftada ishlasam 1 kun yoki 2 kun ishlardim bo'sh paytimda. Menga shu topgan pulim yetadi. Nimamga yetadi, oyligimga yetadi, o'sha yashashimga yetadi, bo'ldi derdim. Undan ortiqcha nima qilaman? Uyga pul yuborish haqida o'ylamagansiz? Yo'q, umuman unaqa narsa bo'lmagan. Faqat o'qish. Hozirgi yoshlarga ham shuni tavsiya qilasiz. Chunki bu investitsiya. Ya'ni hozir topayotgan pulingizni, masalan, 24 soat chegaralangan odamda, ishlaysiz 10 soat, qoladi 14 soat. Uxlashingiz bor 7 soat. Qolganini faqat o'qishga sarflaysiz. Ya'niki bu yerda nima bor-da, tanlov qilish kerak. Ishlaysiz yoki o'qiysiz. Endi balansini qilish mumkin, lekin o'qish, agar hozir ozgina topadigan pul deb o'qishdan kechadigan bo'lsak, necha yillik umri investitsiyasini yo'qotamiz. Agar hozir umrga investitsiya qilinadigan bo'lsa, nima bo'ladi? O'sha hozir topadigan ozgina pulni ma'lum bir undan necha barobarini butun umr davomingizda topishga investitsiya qilgan bo'lasiz. Yaponiyada ishladingiz, o'qidingiz va siz ularni jamiyatini ichidan kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Mana hozir O'zbekistonda maktablarda o'qigansiz, O'zbekiston maktablarida ta'lim tizimi bilan ham yaqinsiz. Hozir o'zingiz oliy ta'lim tizimida ishlayapsiz. Yaponlarni ta'limdagi muvaffaqiyati siri nimada? Endi bu haqida kitoblar yozsa bo'ladi aslida. Tom kitob yozish mumkin. Ta'lim ham endi jiddiy masala. Masalan, boshlang'ichdan tortib oliygacha, umuman endi qisqa qilib aytadigan bo'lsa, boshlang'ichda endi maktab ta'limini oladigan bo'lsak, endi Yaponiya ham yoqqan jihatlar. Yaponiya ham endi o'z-o'zidan bu kunga kelib qolmagan. Mana PISA degan o'sha xalqaro assessment deyshadi, xalqaro o'sha baholash tizimi shunaqa bor. Butun dunyodagi ko'pchilik davlatlar qatnashadi-da, u ta'lim tizimimizga baho beradi. Men bu dunyoning ta'lim tizimi qanaqa desa, masalan, umumiy obyektiv qanaqadir baho berish kerak-ku. Bu zo'r, bu kuchli degandan ham bu birinchi o'rin, ikkinchi o'rin 50 balldan, 60 balldan, masalan 100 balldan-da.
70 ball degan qanaqadir obyektiv baho bor. Shunaqa tizim ishlab chiqilgan. Buni PISA deyishadi. O'sha bo'yicha Yaponiya har yili o'tkazilmaydi. U har 4 yilda 5 yilda o'tkaziladi. Bu bo'yicha top o'sha eng yuqori 5 talikdan tushmaydi Yaponiya. 1 gohida 2, 3, 1, 2, 3, 4 shunaqa atrofda yuradi-da. Bu endi Yapon ta'lim tizimini muvaffaqiyatini ko'rsatadi. O'zbekiston ham a'zo, afsus biz eng pastdan birinchi yuqorini oldik-da, Kambojadan tepada oldik. Lekin bizda hali birinchi kirgan edi. Ma'noda bu menimcha ta'lim tizimimizni isloh qilishga, reformaga muhtojligini ko'rsatib berdi. Bu ma'noda ishlar qilinyapti menimcha, ko'p, lekin hali qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Lekin bizda 30 yillik ta'lim mana umumiy sistema jihatdan qaraydigan bo'lsak, davom etib keldi va juda oxirgi 5-10 yil ichida juda katta reformalarga, o'zgarishlarga yo'l qo'yapti va bu narsada bitta muammo sifatida aytadigan bo'lsam, izchillik kam hozircha O'zbekistonda. Endi Yaponiyani misoliga qaytadigan bo'lsak, umuman olganda Yaponiya bu vaziyatga bir kunda kelib qolmagan. Yillab, kerak bo'lsa 100 yillab vaqt sarflagan. Lekin umumlashtirib aytadigan bo'lsa, menimcha Yapon ta'lim tizimi o'ziga xosligi, Yaponiya o'zini o'sha ishlab chiqarish dediğimiz iqtisodiy rivojlanish uchun asos bo'ladigan bitta ta'lim tizimini yo'lga qo'ygan. Va bu narsani shunaqa obyektiv, shunaqa zo'r qo'yganki, bu narsa madaniyatini ham birlashtirgan va shunaqa model qurganda, iqtisodiy rivojlanish uchun ta'limda shunaqa model qurgan, madaniyatini o'ziga xosligini ham birlashtirgan, zamonaviy texnologiyalarni ham birlashtirgan, metodikani ham birlashtirgan va o'sha nima deydi, kerak bo'ladigan infrastruktura deysizmi, o'sha boshqa moddiy ta'minot deysizmi, ularni ham birlashtirgan. Hammasini birlashtirgan holda o'ziga yarasha bir model qilgan. Uni o'zi ishlab chiqqan noldan. Ko'rgan, ular ham haqiqatan ishlamaydi, boshqa qilmaydi. Masalan, o'sha boshdagi 99-yillardan keyin endi reforma bo'lishni boshlaganda Yaponiya nima bo'lgan? Dunyodan qarashgan, ular ham Germaniyada o'rgangan, Fransiyadan o'rgangan, nima bular, qanaqa bular degan, keyin tarjima qilgan, boshqa qilgan, ommalashtirgan ta'limni shunday bo'lgan, keyin yillar davomida qurilib ketgan. Bu narsa sayqallangan. Endi umumiy nimada o'sha boya aytib o'tdim, asosiy o'ziga xosliklardan bittasi madaniyat, Yapon madaniyat degan narsani ta'limga jipslashtirib, birlashtirib olgan ikkalasini. Bu nima deydigan bo'lsa, masalan, oddiy Yapon maktabi o'ziga xos. Shunday kirasiz Yapon maktabi deganda hech qachon zamonaviy binolar, MacBook, kompyuterlar, uni tasavvur qilmang. Birinchi borganda Yapon maktabida bilasizmi qanaqa nima bo'lgan? O'zbek maktablari bundan chiroyli-ku deganman. Keyin yaponlardan so'raganman. Yaponlarda hayron qolgan, direktorlardan, zamdirektorlardan so'rasam, nimaga bunaqa davlat ajratmayapsiz? Endi shunaqa bizda davlatcha anaqa bino nimaga katta pul ajratmaydi deganda hayron qolganman. Juda eski deganda eski, lekin toza. Toza, oddiy, juda ham 70-chi ko'rinasiz, 70-80-yillardan qolgan binolarga ko'rinib turadi shundoq. Partalarni ko'rasiz, juda chizilib, o'yilib tashlagan emas u. Shu eski modeldagi partalliklarni ko'rasiz. Zamonaviy emas, yaltirlab turgan unaqa. Bolalar soni qanaqa? Bolalar sonida endi bor shu 25-30 shu atrofida bo'ladi. Lekin birinchi o'sha impression, taassurot kirgan paytingizdagi taassurot unaqa bo'lmaydi. Hech deysiz. Masalan, men Toshkentdagi ba'zi bir maktablarga borganman. O'quvni oldida saroy. Ha, lekin o'sha birinchi taassurot shunaqa. Lekin kirgan paytingizda yana birinchi taassurot nima bo'ladi? Oyog'ingizni yechib kirasiz. Shuni yechasiz, kirishda bo'ldi, yechadi, bo'ladi. Har doim o'sha nima deydi, biz oyoq kiyim qo'yib qo'yadi, o'sha yengil kiyib ichkariga kirishga. Shu. Ya'ni bu yerda Yapon madaniyatini, kundalik Yapon qiladigan narsalar bor. Ham qarang, inson salomatligi ham turibdi bu yerda. Bola kun bo'yi maktabda yuradi va mana bu og'ir oyoq kiyimlar bolaning salomatligiga zarar. Shu ham o'ylangan ekan. Mehmonlar aslida Yaponlar uchun alohida va yengil o'zlari uchun Yapon bolalar uchun qiladi. Shunaqa yengillar, tashqaridan keladigan uchun alohida mehmonlar uchun qilib qo'ygan shunaqa. Yetib kirasiz. Ya'ni aytmoqchiligim, bu ko'zga ko'ringan Yapon madaniyatini, Yapon odobi deymizmi, shuni ta'limga birlashtirib olgani. Bu bitta tarafi endi. Endi undan tashqari yana nima bor? Bizda nima deymiz? Tozalovchi. Yo'q, Yapon maktabida farroshlar bo'lmaydi. Ovqatlarini ba'zi maktablar shuni kirasiz, o'zi qiladi. Men borganman, hayron qolganman. Endi O'zbekiston tanishtirishga borganman maktabga. Prezentatsiyalar qilib berganmiz, do'ppilarni kiyib, choponlarni kiyib, shunaqa bo'ladi deb nima bo'lgan. Endi nima bo'lgan? Orada tanaffus bo'lgan. Endi bo'ldi tanaffus hozir. Keyingi sinfga kirish uchun to'xtab 10-chi tanaffus. Kelinglar birga ovqatlanamiz. Qarasam, 3ta bugun navbatchi kim? Men 3tasi kelgan. Sen anaqalarga, idishlarga qaraysan. Sen ovqatni gurchi solsan, u 4ta bola keldi, yosh bola. 10 yosh, 11 yoshli bolalar. Shunaqa qilyapti hammasi, hech kim yo'q u yoqda, domla yo'q, o'qituvchi yo'q, hammasi qilyapti-da, o'tiryapti-da, anaqa qilib, olib qo'yapti-da, solib shunaqa. Ya'ni o'zlari qilyapti hamma narsani. Bu nima bo'ladi? Bolani mustaqillikka o'rganadi, mehnat qilishga o'rganadi, o'sha jamoaviy ishlashga o'rgatadi.
birov kelib turib aralashib bola san nima qilding dom tepasida o'qituvchi turib yo'q unaqa narsa yo'q mustaqillik yo'q ya'ni bu bitta yapon ta'limini o'ziga xosligi endi bu o'sha nima deydi mana o'zbekchilikda ota onaga hurmat ma'lum bir bizda nimalar o'sha qadriyatlarimiz kirgan o'zbek qadriyatlari maktabga lekin bu sistematik emas tizimlashmagan to'g'rimi tizimlashmagan yaponlar shu narsani tizimlashtirishga nima qilgan va o'sha narsani yapon qiladigan narsani maktabdan o'rganib chiqadi shuning uchun nimaga butun Yaponiyaga xohlagan borsangiz universal qoidalar bor universal qaysi ma'noda masalan O'zbekistonda uchratish qiyin masalan men deganda yaponlar har doim men deb gapiradi man deydi nimaga desa jibun deydi mana bunaqa burnini ko'rsatadi har doim nimaga desa man xohlagan Yaponiyani xohlagan hududiga boring xohlagan odam bilan ko'rishing men desa mana bunaqa gapiradi o'zbekga qarang man desam kimdir mana bunaqa qiladi man desa kimdir bunaqa qiladi to'g'ri man desa kimdir har xil ya'ni imo ishoralari ham har bizda O'zbekiston lekin imo ishoralari ham qiladigan xatti harakatlari ham hamma narsa universal xuddi zavoddan mahsulot chiqarganda maktab yapon mahsulotini chiqaradi milliy yapon bolalarini ishlab chiqarar ekanda unda maktablar oiladagi o'zbekni o'zbek qiladigan narsalar ba'zilar to'g'ri oilada shakllanadi lekin oila ham oilaga qarab har xil ba'zida to'g'rimi ya'ni madaniyat deydi o'zbekchilik ham har xil to'g'rimi kimdir o'sha uyda do'ppi kiyib bolam do'ppi kiyib o'tirayotgan paytda mana qilib kattadan boshlanadi yoki birgalikda boshlaymiz degan madaniyatlar bor-ku lekin ba'zida borsangiz masalan ba'zi oilalarda yo'q zamonaviy men oilaman deydi xohlasang san ye xohlasang man ye dey o'zbekchilik degan narsa o'zgarib ketadi to'g'rimi yaponiyada yo'q yapon qiladigan narsa o'zgarmas qoidalar maktabda shakllangan bizda oilada bo'lsa ular maktabda shakllanadi shuni chiroyli qilib kombinatsiyasini zo'r topgan bular bu narsa yapon maktabini o'ziga xosligini yaratib bergan endi bu narsa ham yillar davomida shakllangan bu narsa identity deyishadi shaxsiyat masalan hozir o'zbek shaxsiyati kim desa ba'zida umumiy narsalar bor bizda hurmat deydi kattaga abstrakt narsalar umumiy narsalar bor lekin yapon qiladigan ba'zi narsalar bor xohlagan yapon farqi yo'q yapon shu ish qiladi shu narsalar maktab davomida yillar davomida shakllangan oiladan sekin oilada qoladiganlari bor oilani ichida shakllanadigan madaniyatlar maktab ichida ko'chgan madaniyat qoidalari borda bular yaponni identity shaxsiyatini mustahkamlagan O'zbekistonda ham bu narsa hali maktabga o'tmagan maktabda umumiy qoidalar bor lekin o'zbekni o'zbek yo'q mana bu xuddi o'zbek degan paytda butun produktda qilib beradigan mashina sifatida hali maktabimiz shakllanmadi ijobiy ma'noda yapon shu narsani qila olgan bu birinchi taraf endi xuddi shu bu narsani ideal darajada mustahkamlab maktab ichiga sistemasiga singdirgan bo'lsa xuddi shu ta'limni ham zamonaviy metodika nima qilsak bola zo'r oladi qabul qiladi nima qilsak bola yaxshi o'zlashtirib yaxshi ko'rib o'qiydi degan narsalarni ham zamonaviy metodikasini qo'llagan va o'sha narsani ham metodika jihatdan maktablarda zo'r qilgan buning uchun nima qilgan desa erkinlik beradi maktabga erkinlik bor men bitta oddiy misol aytaman Yaponiyani maktablaridagi o'qitiladigan dasturlar o'sha kitoblar deymizmi ommaviy dasturlar viloyatga qarab shaharga qarab farq qiladi nima bo'ladi u yerda tender e'lon qilinadi eng zo'r ishlab chiqqan kompaniya o'sha maktab o'shani ma'qul ko'rsa o'sha viloyatdagi maktablar ma'qul ko'rsa shuni oladi boshqa viloyatda boshqa kompaniyaniki bu yerda nima bor rang baranglik bor raqobat bor va zamonaviy siz albatta 3-4 ta kompaniyasiga keladigan bo'lsa eng ma'qulini eng zamonaviyisini eng zo'rini tanlaysiz erkinlik bor o'sha nimalarda dasturlarda boshqalarda va bu narsa uchun haqiqiy salohiyatli va ishni fidoyi yaponlarni o'qituvchi sifatida olgan oylik maoshini yaxshi to'lagan endi oylik maosh degandan ham bular ham zo'r dahshat biz o'ylagandek boy unaqa emas ular ham oyliklarini nima qilishadi mana biznesmen bo'lsam lekin ular maktab ta'lim deganga fidoyi odam keladida oylik deydigan odam maktabga kelmaydi oylikda odam borib turib biznes qilib o'sha biznesda yursa Toyota kompaniyasida Nissan shunga ishlaganda unga ma'qul bu yerda baribir ichidan fidoyi bo'lgan va o'sha ham fidoyi ham yaxshi oylikda ham mazza qilib ishlaydigan odam keladida baribir saraladi bizda maktab tizimida qanaqa majburlikdan uyda o'tirman nima qilaman ayol kishiga endi borib turib maktabga darsim beraman deganda ikkinchi uchinchi boyagi alternativ sifatida ko'riladida haqiqatdan man fidoyi bo'lib turib yo'q ertaga maktabga anaqa qilaman domla bo'laman o'qituvchi bo'laman sharafli kasb deydigan narsa hali u darajaga chiqqani yo'q to'g'rimi Yaponiyada chiqqan endi u faqat bu narsani boyagi ma'naviyat bu narsalar faqat quruq qoshiq og'iz yirtadi deganda qo'pol qilib aytganda oyligi ham yaxshi bo'lishi kerak uni masalan oylik bilan zo'r qadriyati bor o'sha jamiyatda hurmat qilinadigan odam yaxshi oyligi zo'r chet elga borib keladi bu o'qituvchi bolalari hurmat qiladi deydigan odam baribir bu narsalar shakllantiradi o'sha odamdagi ertaga men o'qituvchi bo'laman degan narsani ya'ni bu hammasini kombinatsiyasi yig'ilgan holda odam o'qituvchi bo'lishni xohlaydi lekin baribir ishtiyog'i ichida
o'sha kasbga nisbatan qiziqishi, ishtiyog'i yo'q, men baribir o'qituvchi bo'laman deydigan odam shunaqa bir ichidagi nima ham bo'lishi kerakda. Bu narsani birlashtirib yapon maktabidagi nima endi ozgina ma'lum bir narsalarni aytdim. Umuman olganda yapon maktabining o'ziga xosliklari bu deb o'ylayman-da. Yaponiyadagi ish tizimi qanaqa? Yil davomida yoshingiz o'tgan sari kompaniyada turganingizga yarasha oyligingiz oshib ketadi. Qilgan ishingizga yarasha emas. Yilga qarab oshadi. 3 yilda ish tajribasi 3 yilda masalan men bu lavozimdan keyingisiga o'tasiz. Oddiy ishchidan o'sha ma'lum bir nimani boshlig'i 3-4 yilda oshadi. Undan 2 yildan keyin kattaroq guruhni boshlig'i qilib turib o'shanga qarab oshib ketadi. Lavozimingizga qarab oyligingiz yilga qarab oshadi. Maktabda ham shunaqa bo'lishi mumkin, lekin farq qilsa 30-40% farq qilishi mumkin. Hozir taqqoslasa $2000, 1,5-2 mingdan boshlanadi Yaponiyadagi nima. Ekologiyaga bo'lgan munosabat shular qanday shakllantiriladi deb o'ylaysiz bir ko'rganingizda? Endi boya aytib o'tdim, Yaponni yapon qiladigan yana bitta o'ziga xosligim tozalik masalasida. Haqiqatan ham toza xalq, borasiz, ko'rasiz, haqiqatan ham toza. Nafaqat bu maktab ichida, butun jamiyatda shu narsa o'rgatilgan, yo'lga qo'yilganda. Yapon deganingizda albatta tozalik birinchi o'rinda. U Yapon bilan o'sha birga keladigan, yonma-yon keladigan so'zlardan bittasi tozalikda. Ularning xarakteriga, madaniyatiga singib ketgan. Bu narsa albatta boya aytganimdek, o'sha zavod deymizmi? O'sha zavoddan chiqadigan Yaponni tarbiyalaydigan joyida maktab. Maktabning ichida tozalikka alohida e'tibor beriladi. Boya aytdim, o'sha farrosh bo'lmaydi. Hammasini sinflar o'zlari tozalaydi, koridorlarni kiradigan hammasini o'zlari tozalaydi. Butun hamma joylarni o'zlari tozalaydi. Bu narsani singdiriladi yoshlikdan Yapon. Bu faqat maktabda emas, shu bog'chadan boshlab singdiriladi. Oddiy misol, mana qizim Yaponiyada tug'ilib o'sgan, bog'chaga u yoqda borgan. Hozir ham bog'chada endi O'zbekistonda boradi, lekin bu yerdagi bog'chadagi o'sha bog'chapalar ko'proq aytadi, juda ham unaqa ekan, o'zi qilib ketaverar ekan deydi-da. Masalan, qizim 3 yosh, 2,5 yoshdan o'rgatganmiz, mana kirganini oyog'ini o'zi yechadi, yechib turib taxlab qo'yadi, kiradigan shuni o'rgatganmiz. Boradi, qo'lingni yuvadi, o'zi artadi, anaqalarni qo'yib, sochiqlarni qo'yib qo'yingmi, shunaqa narsa. Ya'ni bu bog'chadan boshlangan aslida tarbiya. Bog'chadan boshlanadi. Mustaqillikka o'rgatiladi va bu narsa albatta o'sha tozalikka rioya qilish o'rgatiladi. O'sha o'zingni oyog'ingni yechib qo'yib qo'yasan, boshqalarga xalaqit qilma. Miyasiga quyiladi bu narsa. Buni qo'lingni yuv yoki men bu o'zing guruh bo'lib turib o'tirgan holda qanaqadir yig'ilish qilgan, boshqa qilgan, o'tirib nimadir choy ichib, ovqat yegan paytda albatta birgalikda tozalab ket. U yerda anaqa degan narsa yo'q. Sen direktor, sen bo'lim boshlig'i, sen oddiy ishchi yo'q. Kerak bo'lsa shuni turadi, direktor boshlab beradi. Qani birga yig'ishtiraylik deydi-da, o'zi qilib, eng past ishlargacha o'zi qiladi. Ular uchun uyat emas u. Ular singib qadriyatiga o'tib ketgan. Chunki bog'chadan, yoshligidan, oiladan hamma yerda o'sha narsa o'rgatilgan unga. Hammasini yig'ib o'sha juda ko'pchilik hayron qoladi-yu. Butun dunyoda futbol bo'lsa, o'sha FIFAlarda, jahon chempionatlarida hammasida yoki yaponlar kelsa, o'tirgan joylarni tozalab, xonalarni tozalab, chiroyli qilib ketadi. U bular uchun bu madaniyat. Kuzatayotgan bo'lsangiz, siz 2021-yilda kelgansiz O'zbekistonga. Bizda ta'lim tizimida bir Singapur ta'limi deb uni o'rganishga o'tib ketadi. Bir qarasak, keyin Finlandiya ta'limi zo'r ekan, o'ziga xos jihatlarni olishimiz kerak degan nazariyalar bo'ldi-da. Ko'p islohotlar bo'lyapti, tez-tez o'zgaryapti-yu, lekin sifat, mazmunga kelganda bir biz kutganimizchalik emas. Boya aytib o'tgandek, ta'lim tizimi degan narsa shunaqa narsaki, investitsiya qilaverasiz, natijasini ancha yillardan keyin ko'rasiz-da. Lekin muhim bo'lgan narsa. Shunga ta'lim tizimi qanaqadir biznes emaski, 1 yil pul tikasizda, 2-yildan keyin darrov foydaga kirishni boshlaydi. Yoki darrov meva berishni boshlaydi. Ozgina kutiladigan jarayon. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bizdagi 30 yillik ta'limdagi muammolar shuni yig'ilib qolganki, usti yopilib qayerdan boshlashni bilmaydi odam. Hamma yerda muammo bor. Bitta-bittadan hal qilib ketish kerak va buning natijasi 10 yildan keyin ko'riladi yoki 15 yildan keyin ko'riladi-da. Birdan ko'rilmaydi. Agar hozir qilinayotgan mana 3-4 yildagi qilingan natija odatda birinchi sinflardan boshlash kerak-da. Chunki уже 3, 4, 5, 6, 7 ular o'tib ketgan, qaysidirmada o'tib ketgan. Qaysidirmada siz o'rtasidan kelib boshlasangiz, natija kamroq bo'lishi mumkin. Shunga haqiqiy natija hozir masalan mana bundan 3 yil oldin 2020-yil 1-sinf bo'lgan bo'lsa, 2031, 2032, 33da universitetga kirib, o'sha meva berish boshlaganda sekin ko'rinadi. 2000-yildan keyingi qilingan ishlar natijasi. Bu ikkinchi masala. Ya'ni uzoq muddatli narsa, lekin voz kecha olmaysiz. Haqiqatan investitsiya qilish kerak
Bunun neticasini kelajakda ko'riladigan narsada. Lekin endi kelajak uchun 30 yil, 20 yil, 10 yil kutib o'tirishga vaqtimiz yo'q. Albatta bu narsani hozirdan to'g'ri yo'ldaligini bilishni qaysidir mezonlari bor-da. To'g'ri qilinyaptimi yo'qmi? Hozir siz aytgan narsa bir kuni Singapur, ikkinchi kuni Finlandiya degan narsa bu tadrijiy emasligini ko'rsatadigan narsa, sistematik qilinmayotganligini ko'rsatadigan narsa. Endi to'g'ri, masalan, butun dunyoning tajribasini o'rganish kerak. Singapur zo'r qilgandir, Finlandiya zo'r qilgan. Mana Yapon talabini aytdik. Bularning orqasida 30, 40, 50, kerak bo'lsa 100 yillik mehnat yotibdi-da. Va o'sha muhitni, kontekstni, vaziyatni taqozo qilgan narsalardan kelib chiqqan model bu. Finlandiyaning modeli o'zining modeliga qurgan. Uning ta'limdagi muammolari nima bo'lgan? Finlandiya qaysidir ma'noda qaysidir yillar Sovet bilan, eski Rossiya bilan birga anaqa bo'lgan, ulardan keyin ajragan, Yevropada yakkalanib qolgan, qaysidir ma'noda tepada bo'lib qolgan, u darajada tabiiy resurslari kam yo'q bo'lishi mumkin. Faqat suyanadigan narsasi inson kapitali. Yaponiyada ham xuddi shu narsa, tabiiy resurs yo'q. Tayanadigan faqat inson kapitali. Bunaqa vaziyatdan kelib chiqib turib aqllilar tepada o'tiradiganlar nima qilgan aqllilik qilib turib yo'q. Faqat bu narsa ertaga kelajagimiz uchun odam. Odam nima? Ertaga ixtiro qiladigan, iqtisodiy qiymat yaratadiganlar odam. Shuning uchun bularga anaqa qilmasak kelajagimiz voy degan narsani o'ylab turib shu asosda ular yangi model tuzishgan. Lekin u model asosida u jamiyatning a'zolari qanaqa fikrlayapti, eski muammomiz nima edi, kelajakda qanaqa ketishimiz kerak. Bular hammasi kompleks o'ylanib o'sha jamiyatda tuzilganda bu. Endi xuddi shu narsani kelib turib O'zbekistonda ham qilaman, yo'q, model bunaqa qilgan ekan desak, u O'zbekistondagi vaziyat boshqa bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bizda ota-onaning roli boshqa, yoshlar qanaqa o'ylayapti, kelajakda nimani maqsad qilyapmiz o'zi, iqtisodiy tuzilmamiz, iqtisodiy modelimiz qayerga qarab ketishi kerak. Biz ta'limimizni qay darajada iqtisodiy model bilan bir uzviy holda birlashtirishimiz kerak. Qanaqa odam tarbiyalayapmiz biz ertaga? Kritik o'ylaydigan, o'zini aqli joyida bo'lib turib fikrlab, erkin fikrlaydiganmi, yo'q aytiladigan ishni qiladiganmi? Yoki faqat yo'q, yodlab sen aytilgan narsani qilsang bo'ldi, unaqa ortiqcha narsani biz o'ylaymiz o'zi. Sen unaqa boshingni qotirma. Sen qiladigan narsangni qil, bizga faqat qo'l kuchi kerak deydigan model qilyapmizmi? Bunaqa narsalarni jiddiy o'ylash kerak bo'ladi-da, strategik o'ylash kerak bo'ladi. Model degan narsa o'z strategiyaning ustiga quriladi-da keyin. O'shanga asosiy men ko'radigan muammolarimiz strategiya yo'q. 10, 15, 20, 30 yillik muammo iqtisodiy tarafdan, kerak bo'lsa boshqa tarafdan, ijtimoiy tarafdan qanaqa shaxsiyatga ega o'zbekni qilmoqchimiz? Ijtimoiy jihatdan O'zbekiston qayerga bormoqchi? Xalqimiz qanaqa bo'lishi kerak? To'g'rimi? Mana ma'naviyat bo'yicha teoriyalarimiz bo'lgan, oldingi paytlarimiz, to'g'rimi? Ma'naviyat asoslari bo'lar edi. Bu ham bir sun'iy ravishda yaratilib, bir jamiyatdan uzilgani uchun hamma ustidan kuladigan darajaga kelib qoldi, to'g'rimi? Ma'naviyat desa hamma kuladi. Ichi quruq bir narsa tushuniladi. Ya'ni bu narsa jamiyatdan uzilgan holda siyosiy bir qaysidir maqsadlar uchun o'ylanib turib qilinganda bir tagi oddiy nima bilan bog'lanmaganda, ta'lim tizimi bilan bog'lanmagan o'zi yurashdida. Haqiqiy ma'noda real hayotda qanaqa tatbiq qilish o'ylanmay qilinganda iqtisodiy amalda boshqacha natija berdi. Masalan, hozir ma'naviyat desa, men o'qigan kitoblarim bilan men ma'naviyatli bo'lib qolmaganman har holda, to'g'rimi? Uni tan olaylik ochiqchasiga-da. O'sha paytlar unaqa bo'lmagan. Kitob o'qiganmiz, majburlab yodlatishgan, shunaqa deyilgan, shunaqa degan modellar bo'lgan degan narsani yodlaganmiz. U narsa hayotimizga ochiqchasi qay darajada ertalab turib men uyda yurgan paytimda oilamga o'qigan kitoblardan qay darajada o'zingizdan eslang, qay darajada bolangizga, farzandingizga shunaqa bo'l, men bu kitoblardan shunaqa o'qidim, bu davlat dasturida ma'naviyat shunaqa edi. Kulgili, to'g'rimi? Ichi oilaviy nima saqlanib qolgan jamiyatdagi o'zbekchilik, qadriyat, milliy mentalitetimiz degan narsalar bari oilada shakllanganda, buni bu aytganimdek ta'lim tizimi bilan uzviylashtirib, iqtisodiy model bilan uzviylashtirib strategiya tuzib chiqish kerak-da. Bu narsa o'zbek qanaqa bo'lishi kerak, model. Nimalarni singdirish kerak, zamonaviy o'zbek qaysi qadriyatlarni olish kerak? Umumiy insoniy qadriyatlarni aytayapman men. Adolat, to'g'rimi, tenglik, o'zaro hurmat, xalqaro hamjamiyatni o'sha madaniyatini hurmat qilib turib o'zligini saqlash degan umummilliy bular umumiy insoniy qadriyatlar-ku. Uni jiplashtirgan o'zimizning milliychilik qadriyatlarimiz bor, to'g'rimi? Kattaga hurmat, izzat, kichikka boshqa ota-onani hurmat qilish degan o'zbek bularni birlashtirgan holdagi model qilib katta bir strategik ta'limni kelajagi qanaqa degan bir strategik bir nima tuzib chiqish kerak-da, maqsad tuzilishi kerak-da. Buni ustiga keyin xo'p, bu endi tuzildi. Bu bunaqa bo'lish kerak ekan. Bunaqa bola tarbiyalaymiz. Ertaga filosofik jihatdan o'ylaydiganda biz o'zbek deganda maktab bitirgan bola mana bunaqa bo'lishi kerak. Aniq.
konkret deyishadi-da. Masalan, qo'yayotgan paytda buni boyagi filosofik tagida yo'q narsa yo'q, o'lchanmaydigan abstrakt narsa aytsangiz, abstrakt bo'lib qolaveradi. Ma'naviyati kuchli bo'lgan, o'zini o'zligini saqlagan degan nima u? Bu abstrakt narsa, to'g'rimi? Ma'naviyati kuchli bo'lgan degan narsa mana bunaqa mezonlar bilan o'lchanishi kerak, to'g'rimi? Aynan o'sha Mezonga aniq qilish kerak bo'ladi. Keyin uni ustiga keyin siz model, o'zbek modelida, bu hozir biz o'zbek modelini qurish haqida gap ketyapti. Endi o'zbek modelini, mana shu modelni strategiyasini tuzdik. Xo'p, endi bu bo'yicha ma'naviy jihatdan qanaqa qadriyat qo'yiladi, to'g'rimi? Buni yonini nima qiladigan, qo'llab-quvvatlaydigan ilmiy metodologiya qanaqa, zamonaviy metodologiya. Bolani fikrlashini o'stiradigan STEM fanlar deyapmiz, to'g'rimi? Dunyoqarashini o'stiradigan jamiyat, tabiat, insoniyatni birlashtiradigan modelni metodikasi qanaqa ishlab chiqariladi o'zi? Qanaqa qilsa bola yaxshi oladi? Uchalasini ham birlashtirgan holda yangicha dunyoqarashga ega bo'lishni boshlaydi. Bu narsa STEM degan yangi dasturda bas dunyoda paydo bo'layotgan. Bu narsalarni o'ylab turib, o'zbek modelini qurib turib, keyin bu bo'yicha Yaponiya bunaqa qilgan ekan. To'xta, bunaqa qilgan ekan, bizga ham joy tushar ekan. Singapur bunaqa qilgan ekan. To'xta, bunaqa qilar ekan. Finlandiya bunaqa qilgan ekan. Finlandiya shu darajada erkin bo'lganki, ya'ni nima bo'ladi? Ba'zi joylarda aytishadi, Finlandiyaga borgan paytda shunaqa maktablar bor. Endi bu yerda maktabga qiziqqanim uchun ko'pchilik aytgan, Finlandiyaga borganimizda bitta maktab nima degan, o'tiradigan o'quvchilar boshlang'ich sinfda o'tiradigan mana bu nima deymiz biz, stullarning tagiga anaqa qo'yib qo'yishar ekan. G'ildirak yuradigani bor-ku, g'ildirak qo'yib qo'ygan, tasavvur qilasiz. Bizda nima bo'ladi? Qo'yib qo'yasiz, mana o'tiradi ko'pchilik. G'ildirak qo'yadi. Nega? Bola ba'zi yosh paytida bir tarafda hali o'rganmagan bo'ladi, o'tirib turib anaqa qilishga. Unga ba'zi bolalar bo'ladi, ichidagi energiya shu darajada ko'pki, bunaqa u yoq bu yoqga harakatlanib, shu darajada o'ylab turib qo'ygan. Shu jihatlari ham O'ylangan. Buni Finlandiya o'shanga kelib turib, to'xta, buni olsak bo'ladimi, yo'qmi, qanaqada? Ya'ni bunaqa har xil modelning o'ziga yarasha shu plus minus taraflari bor-da, lekin tagida yotadigan narsa baribir aytganim, mana strategik o'ylov, strategik kelajakka nisbatan qarash va bu o'zbek modeli bo'lishi kerak. Bu birinchi, ya'ni institutsional uzoq muddatli reja va bu asosda aniq o'lchovli mezonlar qo'yib chiqilishi kerak bo'ladi. Keyin uni ustiga olish kerak. Bu o'quv dasturlar, darsliklar, yana nima? Bu narsalar meni shaxsiy fikrim 2-3 etapda buni pastda turgan fundamental rejalarni ustiga quriladigan narsada bular. Metodlar bu ustiga quriladi bu narsalarda. Bu narsalar boyagi nima deydi? Working package deydi-ku, ishlaydigan paketlar bular. Asosiysi tagidagi turgan mezon. Bu endi bu birinchi masala bo'lsa, ikkinchisi institutsional jihatdan uzviyligi, bu narsaning uzviyligini ta'minlaydigan nima? O'sha tizim bo'lishi kerak-da. Masalan, nima bo'ladi? Bitta vazir keldi deylik yoki vazir o'rinbosarlar nimalar keldida, mana bu ideya bo'yicha ishni boshladi. 1-2-3 yildan keyin o'zgardida, u paytda Singapur edi yoki o'zbek modelini Singapur asosida quramiz deyilayotgan edi. Yangi jamoa keldi, yangi bo'ldi. Yo, to'xtaladi, bu hamma narsani uzib, butun tagida turgan sistemadagi bu ishlarni boshlagan odam ketdi boshqa joyga, qishloq xo'jaligiga ketdi yoki boshqa tizimga ketdi-da, bu noldan yana boshqalandi. Nima deydi biz buni? Institutsional xotira yo'q. Mana O'zbekistonda ta'lim tizimida institutsional xotira 30 yillik har holda bizni nimamiz bor, tariximiz bor-da, to'g'rimi? Ta'lim jihatdan yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham 30 yillik tariximiz bor, analiz qilishimiz kerak-da. Buni institutsional xotira sifatida bu narsalar analiz qilinmagan va uzviyligini bog'lash kerak qaysidir ma'noda. Mayli, masalan, vazir, yonidagi yordamchi vazirlar nimalar almashib, lekin umumiy pastdagi jamoa buni ishlaydigan qaysidir ma'noda bir bular almashadigan taqdirda ham keyingi keladigan jamoaga o'sha narsani tushuntirib, yetkazib o'tkazish kerak bo'ladi-da. Bu uzviylikni ta'minlash kerak. Ko'pchilik yoshlar chet elda o'qishni xohlaydi, xorij universitetlariga topshirishyapti. Ota-onalar uchun ham qiziqda. Biz kelajak uchun farzand tarbiyalayapmiz, kelajak kadrlarni tarbiyalayapmiz. Nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Bugun dunyo qanaqa kadrlarga muhtoj? Dunyoga qanaqa kadrlar kerak? Umumiy ma'noda bitta hozir shunaqa bizda tushuncha paydo bo'ldi yoshlar orasida, shu hamma Garvardga, MIT deyshadi, shunaqa Oxford, Cambridge'ga kirsam degan tushuncha paydo bo'ldi. Bu yaxshi, lekin tan olish kerak, 100 tadan 10 ta oladi ular, 100 tadan 5 ta. Maqsad emas asosiy. Unga kirsa yaxshi. Lekin maqsad qaysi universitetdan bo'lishidan qat'iy nazar, hozir qanaqa odamlarga talab bor deydigan bo'lsa, erkin fikrli degan, asosiy ko'nikma deydi-da bu narsani. Hozir soft skill deyshadi ko'proq. Oldin ko'proq hard skillga e'tibor beradi. Hard skill aniq qo'lingiz bilan qila oladigan narsalar. Kompyuterda ishlay olasizmi? Internetni yaxshi tushunasizmi? Qanaqadir Microsoft Office'larni bilasizmi? Yoki bo'lmasa Excel'da qanaqadir formulalarni bilib turib hisob-kitobni qila olasizmi? Degan narsalar hard skilllarda bularga ko'proq e'tibor berardi. Lekin hozir mana ChatGPT, sun'iy intellekt chiqdi-da, bu narsalarni oddiy odam ham qiladigan bo'lib qoldi. Hard skilllarning o'rni pasayishni boshladi, chunki buni oddiy texnika qiladigan bo'ldi-da. Shunga hard skilldan ko'rasi soft skill
yumshoq ko'nikma deydi bu narsani. Shunga e'tibor kuchayishni boshladi. Bu nima? Qaysi universitetda o'qishingizdan qat'iy nazar, top universitet bo'lmasa, oddiy universitet bo'lgan taqdirda ham ichiga kirib turib, universitetni o'qib, faqat yozib bir nimalarni darslarni qilish emas, yo'q. Atrof muhitni o'rganish, o'zingizni kashf qilish, ixtiro qilish. Nimaga qobiliyatingiz bor? Nimalarga qiziqasiz o'zi? Dunyo qanaqa ishlayapti? Atrof muhitingizda kimlar bor? Ular nimalar haqida o'ylayapti, to'g'rimi? Dunyo qayerga qarab ketyapti o'zi? Katta o'ylash. Filosofik, chuqur o'ylash, katta masshtabda o'ylashda. Bizda detallarga e'tibor beriladi. To'g'rimi? Bir nimani yodlab, 1990-yilda bunaqa bo'lgan ekan, bunaqa bo'lgan ekan, ani dunyoning prezidenti bu, mana bu davlat xaritani bu joyda joylashgan, 10 ta davlat, men 100 ta davlatni bemalol miyamdan poytaxtlarini bilaman. Yo'q, bular detallar. Bular nimaga kerak? Hozirgi zamonda, informatsiya zamonida hamma narsa bemalol sekundda, men hozir telefon olamanda, internetda, Google'da bir joy qachon tashkil topgan, nima bo'lgan, poytaxti qayer, nechinchi yil bo'lgan, hammasini bila olaman. Bu narsalar kerak emas. Yodlash, yo'q, hozir erkin fikrlash, original, mustaqil, erkin fikrlab turib, fikringni ayt. Muammoga yechim ber. Men bu narsa shunaqa bo'lyapti. Nima deb o'ylaysan? Degan narsani o'ylab turib, chuqur o'ylab turib, tagidagi mazmuni, mohiyatini biladigan odamlarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Bu bilan birgalikda bu narsalar umumiy ko'nikma. Lekin bu siz bordingiz, hamma narsani zo'r bilasiz, hamma narsani yaxshi bilasiz, kompaniyada zo'r ishlayapsiz, lekin atrofingizda 10 ta davlatdan kelgan odam bilan chiqisha olmasangiz, o'zingizni fikringiz turib, yo'q, meniki to'g'ri deb turaversangiz, unaqa odam ham kerak emas. Zo'r bilganingiz bilan mana bunaqa ko'nikmalar ham bor-da, kommunikatsiya deydi bu, muloqot. Dunyo qanaqa bo'lyapti? Mana bir kun chiqsangiz tashqarida Bangladeshni ko'rasiz. Bir kun chiqsangiz ertaga Afrikadan kelgan bitta millatni ko'rasiz. Bir kun Amerika. Dunyo globallashib ketyapti. O'zbekiston ham ertaga 10-15 yildan keyin bu oddiy holat bo'lib qoladi. To'g'rimi? Ular bilan muloqot qilish. Ularni nima deyapti tushunish, to'g'rimi? Ularning madaniyatini ozgina bilib olish. Bular madaniyatda bu bunaqa narsa bo'ladi. Uni to'g'ri tushun. To'g'ri, sanikiga qabul qilinmaydi senda. Bu senda umuman boshqa narsani bildiradi. Lekin bunda shunaqa. U degani sen uni qabul qil degani emas, bu narsani tushungin faqat. Uni borib turibsan, u narsani unga majburlab qabul qildirish degan narsa bo'lmaydi, tolerantlik bo'lishi kerak, to'g'rimi? Uni tushun har holda, qabul qilish o'zingni anaqang. Qabul qilish senga hech kim demayapti. Har holda tushunda shu vaziyatga moslashib turib komandaviy, jamoaviy ishlar keladigan bo'lsa, fikriy tafovvullik bo'lishi mumkin. Birga ba'zi bir joylarda birga chiqishib ishlash degan narsa odatiy ko'nikmaga aylanadi. Bunga o'xshagan, ya'ni soft deyshadi, o'sha yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirgan, qo'pol qilib aytganda yaxshi ma'nodagi shustrik, qaysi ma'noda ishni tez bitiradigan, muammoga tez yechim topa oladigan, komandaviy ishlab turib, o'sha liderligini ko'rsata oladigan, bunaqa agar men aytgan va boshqa ko'nikmalarni birlashtirgan odam dunyoda anqon urug' hozir. Qaysi davlatga boring, hammasi mana shuni qobiliyatlarni ko'rsata olsangiz, sizni top kompaniyalarga ishga olishadi, top joylarda ishlaysiz. Agarki siz oddiy 2-3 darajali universitetni bitirgan bo'lsangiz ham. Katta rahmat Bekzod bugungi mazmunli suhbat uchun. O'zingiz ko'rgan, mana bir uchratgan yaxshi misollardan gapirib berdingiz. Ishlaringizga omad. Mana Westminster universitetida amaliy tadqiqotlar markazida rahbarsiz. U yerda yaxshi tadqiqotlarga bosh bo'lib, mana shu yurtimiz rivojiga o'zingizni hissangizni qo'shib yuravering.